Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun ihromlarni kiyib, xolasa Makka Karamaga yo'lga chiqmoqchimiz. Azizlar, meni ozroq burnum qonadi shekilli, shuning uchun to'liqib mana bu qo'lpoqchani kiyib oldim. Xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Nepal chegarasigacha 2 soatlik yo'l. 2 soatlik yo'l, xolasa. Shuning uchun osonroq bu joyda har xil yo'lda bir nimalardir noto'g'ri qilmaslik uchun bu yerdan hozir niyat qilib ihromlarimizni kiyib oldik. Bu yo'lda labbaykani aytib boramiz. Nepal chegarasidan o'tgandan keyin endi Nepaldan o'tgandan Alloh taolo u joyda shunday qo'yganki, maskan haram, ya'ni u joyda biron nima nojo'ya ishlar qilish taqiqlanadi. Ya'ni u joyga borgandan keyin birinchi o'zingizdan boshlab tilingizga ehtiyot bo'lishingiz kerak. Har xil bu mag'ir gaplarni gapirmaslik kerak. Kalima, shahodat yoki istig'for Allohga, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga mehringizni ko'rsatib, har xil tilovatlarni, zikrlarni qilib borishingiz kerak. Undan keyin bugun xudo xolasa Makka Mukarramaga borib, kechqurunroq menimcha umra ziyoratini amalga oshiramiz. Alloh bekami ko'z ziyoratni amalga oshirishimizni nasib qilgan bo'lsin. Hozir endi ihrom baribir ozroq issiqlik qilar ekan. Ihrom endi qalinrog'idan olib oldik. Endi kimdir yuqasidan olsangiz terlab yopishib qoladi dedi. Shuning uchun sal qalinrog'idan oldik. Issiqroq bo'lsa ham, quyosh ta'siri kamroq bo'lsa, eng asosiysi boyagi terlab badanga yopishib qolmasligi kerak. Endi bu joyda yo'lda hozir davom etamiz. Nima bo'lsa voqea hodisalardan iloji boricha tanishtirib o'tamiz. Inshaalloh mana hozir yo'lga chiqqandan keyin davom etamiz. Hammaga sog'lik, salomatlik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Vatandoshlar, mana bu yerga biz shomni o'qish uchun keldik. To'xtadik to'yist. Hali Makkaga yana bir 200 kilometrdan ziyod masofa bor. Bu yerda to'xtab ozroq biron nimalar tamada qilib olish imkoni bor ekan. Har xil mayiz, chiroyli narsalar yeb ko'rsa bo'ladi. Ajoyib. Mevalari bor ekan. Mevalarda mana banan, olma, o'zimizda apelsin bor ekan. Chiroyli. Olxo'ri shekilli. Mana bu hamdalar ham bor ekan, Allohga salom, mashallah. Ichimliklar ko'rsatyapman, ichimliklarni shashlik qilishyapti. Hozir buni go'sht nimadan tayyorladi bilmadim. Menimcha bu yerda shaurmalar ham ko'rsatib qo'yibdi. Demak, yo'lda yoqasidagi holat. Yo'lda ko'p bunaqa masjidlar, har bir endi bilmadim qanchadir kilometrda masjidlar, ko'p masjidlar. Allohga ham sanolar bo'lsin, shunaqangi bir qulayliklar yaratishga harakat qilishgan. Keyin yo'llarga e'tibor qildim. Bizga o'xshab radarlar masalasi, radarlar kam. Endi biron bir masofaga kirishdan oldin 120-140 ko'rsatib qo'yibdi trassalarda. Asfaltlar ravon, tekis qilingan. Hech qanaqangi birdaniga favqulodda chiqib qoladigan kameralar yo'q.
asabga tegadigan narsa yo'q. Keyin asosan mashinalarga, avtoulovlarga qaraganimda bularning hammasi avtoulovlarda benzin, kerosin, o'zimizga o'xshab metan, propan degan yoqilg'i baklarini ko'rmadim. Hozir endi mana shom kirib qoldi shekilli. Hozir bir ichkariga kirib jamoat bilan bir shom namozini o'qib olamiz. Allohga ham sanolar bo'lsin. Bundan keyin yana yo'lda davom etamiz.